Pridaskir Maftunobarning orqa tarafida joylashgan 3 xonali kvartiramiz ideal remontlar bilan sotuvga chiqmoqda. Asosiy kiraverish eshigi, kirgandan uyda to'rdak uyning kladovkasi, birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona. Pastlari barcha joy laminat qilingan. Yaxshisidan eng asosiysi narxi zo'r. Bu esa uyning birinchi xonasi. Ko'rayotganingizdek, barcha radiatorlari almashtirilgan. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Eng asosiysi trezalar yaxshisidan almashtirilgan. Aquaplast qimmatligi ruchkalardan ma'lum. Xo'p, obzorni davom ettiramiz. Bu esa uyning kladovka qismi. Taqir-tuqurlaringizni qo'yish uchun joy. To'rda esa mehmonlar uchun zal. Ko'rayotganingizdek, anchagina katta, chiroyli qilib mana bu yerda dekoratsiyalar qo'yganlar. Bolalar maydonchasining chiroyligini e'tibor berishingiz mumkin. 4 etajli panelli domning 4-etajda. Obzorni davom ettiramiz. Sanuzellari alohida. Pastdan tepasigacha kafel qilingan. Barcha narsasi almashtirilgan. Bu esa yuvinish xonasi. Uyning oshxona qismi. Mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun joy. Uyga 37.800 so'rashmoqda. Xohlang kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Qiziq bo'lsa telefon qilib kelaverasiz.